Ko'rsan o'sha menga bir oldin va'da bergan. Maka, maka. Maka. Maka dedi, maka. O't maka. Qani ikkita uyda o'rtasiga qo'yilgan pechka. Maka o't. Mana aka, mana. Mayaqdan, maka, makka, mana ikki. Bo'ldi, mana aka, ikki xonaniki. Mana aka. Qo'rqitib yubor, zodamdi. Ma'lumotini ber buni. So'rashi oldin aka, tuzuymisiz? Nasrinani ko'rsatman uni tezroq bu. Ha, bo'ldi aka. Qo'rqitib yubor, zodamdi aka, sekinroq keladi endi. Endi ma'lumotini ber. Aka, mana shu ikki xonaga o'rnatiladigan pechkamiz mana shu yasab berganmiz aka. Nima mo'ralayapsan? Mayoqqa o't. O't mayoqqa. Miyani qisma. Aka, siz sekinroq qo'rqitib yuboryapsiz odamni. Aka, xo'p, mana shuni obzorini aytay sizga. Bir oy oldin aytdingiz aka, rasa izlandik, oqtardik, xudo xolasa mana o'ylab topdik. Odamlarga manfaatli bo'ladi degan fikrda endi qildik-da shu narsani aka mana. Xudo xolasa mana ichlarini ham ko'ring aka. Pastdagi teshiklar aka deflektor vazifasini bajaradi mana aka. Havo so'radi, havoni bu yerdan chiqaradi. Orqa tomonni ham hozir ko'rsataman. Orqa tomonni ham xuddi shunaqa. Aka, bu yerda mana ichki o'tinda ko'mirni solasiz. Mana bu joylarda chiqadigan havoni hech qachon ko'mir gazi chiqmaydi bu yerda. Bu faqat isitib beradi, bu yerdan solasiz, aralashib ketmaydi. Ko'mirni hidi oddiy issiq havoga aralashib ketmaydi aka. Shuni bo'ylab topib mana aka sizlar uchun mana shu narsani yaratib qo'ydik aka. Xo'p, qalinligi 3 likdan bo'ladi aka buni. Asosiy joylari 3 likdan bo'ladi, olov yonadigan joylari. Mana bu joylari aka 10 kun, 15 kun, 20 kun borgani kul havoni so'rishi kuchliligi hisobiga tutun mana bu joyga to'planib qoladi orada kullar. Shuni bo'shatib, kulini shuni tushirib yuborasiz, tozalash vazifasini bajaradi aka. Xo'p. Orqa tomonidan ko'rsatay aka. Orqa tomonni ham bir qator qarayman aka. Aka, mana orqa tomonni ham ko'ring aka. Orqa tomonda ham xuddi shunaqa teshiklar bor. Deflektor o'rnatganmiz mana. Pastdan havoni so'radi, ikkinchi xonaga chiqarib beradi. Oldi tomondagi havo ham pastdan so'rib turib, birinchi xonani o'ziga ham chiqaradi, ikkinchi xonaga ham chiqarib berish vazifasini bajaradi. Bu yerdan issiq chiqaradi aka. Bu yerdan hech qachon is gazi chiqmaydi ikkinchi xonaga aka. Ko'mirni hidi, yonayotgan ko'mirni hidi hech qachon aralashib ketmaydi. Hech xavotir olmang. Xudo xolasa buni chiroyli qilib fizikasini o'zimiz o'ylab topib yaratdik aka. Sizlar uchun xudo xolasa. Undan tashqari bu pechkamiz aka, ikkita xonaga o'rnatsangiz ham bo'ladi. Keyin buni bitta kattaroq xonaga zaliz bo'lsa, burchakka o'rnatib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Chiroyini ham buzmaydi uyingizni, chiroyli qilib turadi aka, tutamaydi aka, muhimi. Menga chaynak-paynak qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Bitta chaynaklarni hammasini qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi aka. Bitta chaynak va keyingi qumg'onlarni ham qo'ysangiz bo'laveradi. Ertamanga suvlaringiz issiq turadi aka. Duxovka vazifasini ham bajaradi aka. Bu narsalar pishirsangiz ham bo'laveradi bu yerda. Barbekyu bu narsalar qilsangiz ham bo'laveradi aka. Oldin aytib qo'yapman aka, men pulingni beraman aka. Bo'ldi aka. Uyimga borib berasan, yoqib ko'raman, effekt bermasam, mazin vaqti qochadi aytib qo'ying. Qo'rqitmang aka, Kelib vaqti chatadi. Bola chaqam bor meni, qo'rqitib yubormang. Endi ashinga yarasha pulim sanayapman-da men. Bo'ldi aka. Mart odam aka. Qaraman aka. Bo'ldi. Keyin bir oy oldin aytdim menga. Men qandoshlarimga ham katta pechka chiqyapti aytib qo'ydim-da. Ashiniga bir oy oldin aytganingga men ishonib keldim. Hali ko'rsatgan katta yo'ling qaysi biri ularda ichida? Hali 90-100 kvadratmi to'rxonaga? Istegan Mana aka o'sha bu katyolimiz o'zi 1 yil oldin o'ylab topilgan gibrid 1 variantining ikkinchisi. Ikkinchi variant aka. Bu suvdami, o'tindami bu? Suvda aka. Suvda? Buni yana ham takomillashtirdik aka. Ixchamroq holatga keltirib, turbalarning sonini ko'paytirdik. Mana ichlarini ko'ring aka. Moshni qilib qo'ydik aka. Suv aylanishi ham tez ko'p, suv aylanadigan joyi yana aka. Kestinasini ham ensizroq qilib qo'ydik. Suv tezroq aylanib, tezroq suv ana havo suv yetib boradi. Teshik-peshi yo'q, choklar cho'tki-ya. Aka, teshik bo'lsa bexijolat o'zimiz muammosini o'zimiz hal qilamiz aka. Bemalol telefon qilishaveradi bizga aka. Mana aka, orqa tomonlarini ham qarang aka, ixcham qilib bunaqa qilib qo'ydik. Men borib uni maqtayman-da, gilamni choklari zo'r bo'lsin, teshik bo'lmasin. Maqtaganida aka, agar muammo bo'lsa, bitta telefon qilasiz, telefon qilib aytsangiz, "Men aytdan teshik chiqdi uka, men aytdim, bunaqa bo'lsangiz, yo o'zlaringizda svarshlik bo'lsa, tuzatib berishga pul to'layman men, yo dastavka qilib qaytarsangiz, dastavkangizni pulini qaytarib, o'zga yangisidan jo'natib yuboraman aka. Avvalo unaqa muammo bo'lmasin aka, xudo xolasa. Xudo xolasa biz tekshiryapmiz aka buni, ham suvda, ham bosimda tekshiramiz aka buni. Xudo xolasa muammo yo'q, bexijolat. Ana o'zim aytdim, mo'ralayib turgan shogirding qani? Hali qora bola.
Ozodbek. Mana shu xullas mana undan ikkita yuklaysan bundan. Xo'p. Bundan bitta yuklaysan. Ha. Boraman, yoqaman, effekt yo'q, zo'r bo'lsa, ikkovsidan 5 tadan sakaz beraman. Bo'ldi. Qandosh urug' qo'ni qo'shlarga Ha. taklif qilaverasiz aka. Bo'ldi. Baholasa 5 sakaz qilaman. dastavkamiz bor, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga. Tojikiston, Qirg'izistonlarga ham chiqaryapmiz aka. Bu shogirdlarni chaqirib tezim ishim zarur. Moshinaga yuklanglar. Bo'ldi aka, xo'p. Sog' bo'ylar.